baxtli bo'lib ketadi degan maqsadda birovni yedirib olish yaxshi emas. Mana Hamidda ham bir holat bo'ldi. Bitta normalniy ayol keldilar. Mana shunaqa nevaram tushib qolib, o'shani ko'm beringlar. Ha, hop, ko'm berdik bir chetga. Keyin oradan 1,5 oy o'tib turibdi-da, ana ikkita ayol bilan bitta bola kelib turibdi. Mana shunaqa oyda deydi, chaqaloq ko'milgan. O'shani ko'rib berasiz, deyapti. Aka, bo'lmasa bo'lmaydi deb turibdi. Ha, hop. Oldik. Spravkani qaradi. Ani akusher ginekolog huzurida abort qilinganligi haqida spravka turibdi. Homila necha hafta, necha oyligini grammagacha yoziladi. Hamma hujjat, chunki biz hujjatsiz ko'nmaymiz. Undoq qarab turibdi-da, endi homila to'ydan bir 2 oy oldingi ekan. Endi aytayotdi, kuyovga qarab, bolam deydi, bilmayman deydi. Men qayerdan endi uylanib turgan bo'lsam. Spektakl shunaqa bo'lganki, bu yoqda qizni tipi sen ering bilan urushib chiqib ketgan bo'lasan, stressga tushasan, bu yoqqa kelib bolang tushib qoldi bo'ladi. Tibbiyot rivojlangan bo'lgandan keyin bu necha oylik, necha haftalik, qaysi akusher hammasi hujjati bilan bo'lib turibdi. Shuning uchun birovni u baxtli bo'lib ketadi degan maqsadda birovni yedirib olish yaxshi emas. Qaysi nom bilan ketdi o'sha endi? Ham katta gunoh. Ham bu yoqda birovni shu darajada nomini, birovi hayotini, o'sha yigit kishining hayotini bizgalik. kres qo'ydi, tushunasiz? Buzdi ketdi. Vayron qilib tashladi. Vayron qilib tashladi.